Dehqonlarda uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilgan Shopir akalarimiz bor. Ya u Shopirlarga ham oson bor. Shopir akalarimiz uchun kelar like bosib, qo'llab-quvvatlab fikrlaringni. Tanigan bilganlar kommentariyaga yozib omad deb qo'yasizlar. Shoq aka. Shoqi yo'q bo'lsa, to'ni sariq bo'lsa, semental shoqi yo'q bo'lsa, Mickey Mouse bo'lmaydi. Bu o'zimizning xashaki jo'dari molimiz. Endi mol egasini qo'lida. Olagan gapini gapirishga haqqi bor, lekin bozorga ham qarab qo'yish kerak. Shunaqami? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mol dunyo o'z kanalining a'zolari, YouTube ishmolari, chorva ishmolari, kanalimiz mehmonlari. Bizni yaqinda kuzatib borayotgan akalar, biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eski Arab qishlog'ida joylashgan chorva hayvon bozoridan qiziqarli bo'lgan savdolarning guvohi bo'lishga birgalikda keldik. Qadrdonlar, videomiz oldin like so'rab qolamiz. Kanalga obuna bo'lishingizni unutmang. Biz qo'ygan videolarni hafta kuniga juma, Saydul ayyom juma. Qadrdonlar 8-may 2026-yil. Ne bo'lsa boshladik, bizdan uzoqlashmanglar, qiziqarli bo'lgan savdolarning birgalikda guvohi bo'lishsin. Nech pul qilishdi buni? 40 million 700 o'pdi ekan. Bolasi qo'nashi. Nechinchi bola? Bolasi ikkinchisi. Nechta suti bor? 5 oylik bo'g'oz. Xo'p, qiziqarli telefon raqam berasizmi? 8 ta suti bor. Qiziqarli telefon raqam berasizmi? Bering. 88lik 940 15 95. O'zlaricha ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Qaysinga bo'lyapti savdo, hormaydi. Nespulga? Kiloga gaplashaylik. 75 ming. Ha bo'ldi bo'lmasa 75 mingdan toting mana. 75 mingdan hali hisoblanib beradi. Qadrdonlar 75 ming deyapti taroziga. Yo'q, saysam desa bo'lmasa ham biz chiroyli qilib video qilaylik. Bu Opa, aka Andijonda ham 70 bo'lgan yo'q hali. 65 ga zo'rg'a bo'lyapti. Oltiariqliklarda puli ko'p, eskidan puli ko'p aka. Chunki bodirina bor, trupi bor. Yo'q. Yana 62 ming. 62 ming so'mdan taroziga so'rashyapti. Xo'p, endi mol egasini qo'lida. Olagan gapini gapirishga haqqi bor, lekin bozorga ham qarab qo'yish kerak. Shunaqami? Ana shuni chiqaring YouTube'ga. 23 million so'm kami bor deb so'rashyapti. Bo'yi biri 10. 15 plus minus to'qol ekan. To'qol ekan. O'sha akalarimizga ham. Yetyapsizmi? Xo'p, yetish jarayonini tomosha qilamiz. Xo'p, bozor nech pul qildi aka? Mana endi keldi. Shoq ekanda, shoq ekan. Shoqi yo'q bo'lsa, to'ni sariq bo'lsa, semental shoqi yo'q bo'lsa, Mickey Mouse bo'lmaydi. Bu o'zimizning xashaki jo'dari molimiz. Kommentariyaga yozyapti Hoji tog'a. To'g'ri gapda. Bunaqa nima qilmaylardi, to'g'ri. Juma oqshomida haqiqatni gapirish kerak. Ha, mana o'sha edi. Savdo bo'lgan yo'q, endi savdosi. Xo'p, nech pul aytyapsiz? Nech pul baho 3 million kami bor deyapsiz. Xo'p. Mana akam endi so'ramoqchi. Qoni toza angus. Real savdolari. Mana akam 9,5 million so'mga chiqdi. Sirazi 500 ming so'm qo'yildi ana shu shoq novosimizga. Bo'ldi, men ham yarim. Qadrdonlar baq ochiq o'yin bo'lib ketdi. 21,5 bo'lsa oling. 20 million so'm, 21,5 million so'm deb. Ha. Aka hech kim aytganiga sotmagan. Akalarni ham qalbiga quloq soling. 21,5 demi? Yo'q. Xo'p, bularning savdosini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. 21,5 million. 20 million so'm savdo bo'lyapti hozir. Ayni damda 20 million so'm savdo bo'lyapti. Ashtam chiroyli. Aka bilan nech pul ekan? Bular savdosi bo'yinga siz bilan suhbat qilib turaylik. Nech pul deyapsiz? Buni 24, ha? Nariga. Bu 22, 20. Jupini. Xo'p. Aka, qiziqarli telefon raqam berasizmi? Bering. 90lik 409. ha? 409. 409 69
59. O'zlarincha ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Bugun bozorimiz juda ham nurni to'kib tashlagan, qaranglar. Bozor gap bo'lishi mumkin emas. Savdolar ustiga savdolar, ana shu yerda ham kuchli savdo bo'lyapti. Borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Akalar, mehnatdan uchun like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shunaqa gaplar. Xo'p, 21 million so'm so'ralyapti. Qiziqalar telefon raqam berasizmi? Bering. 93lik 5-1 73. Telefon raqam ajoyib. Mo'lam ajoyib. Shunaqa gaplar. Biz taklif bo'lyapti, tashqariga chiqib sotilgan, sotilmagan variantlarini ham ko'rsating deyishyapti. Ko'rsatishga harakat qilamiz. Bungacha biz mana voqma novvoslarni, buqalarni savdolarini ko'rsatishga harakat qilib, qaysi savdo bo'lyapti, yo'l-yo'lakay ko'rib qolyapsiz. Nech pulga? 23 million so'mga. Shu novvosimiz yo'q, bo'yi 120. Bo'ladimi? 25 kilosingiz. 23 million so'mga. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Biz yurishda davom etamiz. Voy, qatta savdo bo'lyapti desang, mana shu yerda savdo bo'lyapti. Turbaga o'rab oling. Tushligi bo'lyapti. Qaysi savdo bo'lyapti? Xormanglar, assalomu alaykum. Nech pulga? Ekovi, nech pulga? 62,5 million. 62,5 million so'mga savdo bo'lyapti. Tarozi totilgan yo'q-a? Yo'q, 64 mingdan 10 kilodan skidkasi ham bermaydi. Ha, 64 ming so'mdan 10 kilo skidkasi. Kilodan. Real savdolari, mana. Real savdolari bo'lyapti. Oldinga nima qilyapsan aka? 64 ming so'mdan 10 kilo o'tib berasizmi? Ana. Bittasi bering cho'masan aka. Xo'p, bular savdosi pishguncha biz yo'l-yo'lakay yana mana shu savdo bo'lyapti, shuni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qaysi bo'lyapti? Qaysi bo'ldi baraka? Ko'rib, qadrdonlar, mana shu baraka bo'ldi 28 million 700 ming so'mga. Juda ham arzon. Gap bo'lishi mumkin emas. Qaysinga savdo bo'lyapti? Xormanglar, assalomu alaykum. Qaysi savdo bo'lyapti? Nech pulga? 37 million so'mga savdo bo'lyapti. 37,5 million so'mga. 37,5 million so'mga savdo bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Nech pulga? 67 million so'mga. Mana shu novvosimiz sotilib, havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Ajoyibligini qaranglar, kattaligini, bo'yi burib 45 chiqadi. 50 desak, xo'p, 50 ga ham boradi, xudo xolasa. Mashalloh deb qo'yasizlar, havas qildim deb qo'yasizlar, Gap bo'lishi mumkin emas. Nech pulga bordi oxiri bu? 32 million so'mga. Nech pul bo'ldi aka? 33 million so'm bo'lgan. 32 million so'm. Kichkina bo'zak savol. Bo'zaklarni 32 millionga olib, boqib qancha bo'lsa, qancha solib nima deydi? Foyda qiladi. Mana shu kaliga hozir ko'rsatgan 28 million 700 ga olgan katta novvosimiz olsa, qancha foyda qiladi? Kommentariyaga yozib qo'ying. Bitta alyan savdo bo'lyapti 37,5 million so'mga. Xo'p. Nech pulga bordi oxiri? 27 million so'm. Buni sizni boshida oldik. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Berdik. Degansiz bermaydi. Aka novvosalar 15 million so'mdan 30. Shunaqami? Aka nech pulga bordi oxiri? 41,5 million. Necha oylik bo'g'oz? 4 oylik bo'g'oz 41,5 million. 20 ta suti bor. Bolasi ajratilib olganmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Qadrdonlar. Voy, nech pul bo'ldi baqiriq? 13 million 800. Nechta? Ikkita tuqqan, 7 ta suti bor. Yaxshiyapti-manga uni, boydada uz bor-ku. Dehqonlarda uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilgan shopir akalarimiz bor. Ya u shopirlarga ham oson bor. Shopir akalarimiz uchun kelar like bosib, qo'llab-quvvatlab fikrlaring. Tanigan bilganlar kommentariyaga yozib omad deb qo'yasizlar. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Ana qo'chqorimiz. Novvosni qaranglar, novvosni ajoyibligini. Aka xormang, nech pul bo'ldi bu?
Nechpulga sotilmadi? Bilmaysizmi? Taroziga totildimi? Aka nechpulga bordi? Xo'p, haydashib ketyapti ekan. Bo'lsa ham bilmayman deydi, mayli. Nima deymiz endi? Nechpul bo'ldi bu aka? 22 million bo'pti ekan. Bo'g'ozmi bu? Chiqdimi? 22 million so'm bo'pti ekan. 1,5 oylik bo'g'oz ekan, birinchi qo'nachi. Xo'p, shunaqa gaplar. Bu chiroyli nechpul bo'ldi, chiroyli. Nechpulga? 28 million so'mni o'ziga sotilmasdan chiqib ketyapti. 7 million 300 ga bermadi. 7 million 300 ga berilmasdan chiqib ketyapti. Bolasi nima? Qiziqqalar telefon raqam berasizmi? Qadrdonlar 7 million 300 ming so'mga sotilmoqchi. Bering qiziqqalar telefon raqam. 94lik 94lik 303 304 1296. 1296 7 million 300 ming so'mga sotilmasdan chiqib ketyapti. Aka nechpul bo'ldi, xormi? Nechpulda? 25 million. Bo'g'ozmi? 7 oylik bo'g'oz ekan, 25 million so'mga sotilmasdan chiqib ketyapti. Nechpul bo'ldi aka? Shopirmisiz? Yo'kira nechpul? Marg'ilongachi? Farqi yo'q ekan, 100 ming so'm ekan. Katta bo'lishdan qattiq. Enavola nechpul bo'ldi, enavola? Ha? 27,5 million bo'pti ekan, akalar. Bolasi novoz. Havas qilgan nechinchi bola? 3-bola. Havas qilganlar lak bosib qo'yamiz. Nechpulga 21 ga sotildi men ekan. 21 ga o'sha savdosi bor, buni olgandik 21 million so'mga. Voy, jitcha qoldi akani. Saydimi? Mayli. Bozorda bo'lib turadi bunaqasi. Aka nechpul bo'ldi bu? Nechpulga ketdi ekan? 25 million so'mga baraka bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Bunaqa gaplar. Nechpul bo'ldi novvochamiz? 16,5 million. Bo'yi birov 10 chiqadi ham, 5 chiqadigan novvochamiz. Novvoslari zo'rlari chiqyapti. Aka nechpul bo'ldi bular? Ha? 42 million zikchi aka. Ha, qadrdonlar 42 million so'm bo'pti ekan mana shu. Taroziga totildimi? Nechpul bo'ldi aka? Nechpulga? 12 million so'mga qaytibdi ekan. Nechpul bo'ldi qo'yimiz? Ha? 3,5 million bo'pti ekan. Bunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar, qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Mehnatlarim chakalar, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Aka nechpul bo'ldi bu? 15 million bo'pti ekan. Uchun like bosib qo'llab turasizlar. Bizdan uzoqlashmanglar, barcha yangiliklar Boydada o'zida. Nechpulga bordi? 25 millionga oldi. 25 million so'mga olinibdi ekan. Nechinchi? Bolasi ham bor. Bolasi ham bor ekan. Mana novoz qaranglar, qadrdonlar. Aka nechpul bo'ldi? 37,5 million bo'pti ekan. 37 million 500 ming so'm. Olganga ham taroziga totdilarmi? Ha? Nech kilo chiqdi? 11 kilogram oldi. 11 kilosi kam 600 kilo. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini. Qadrdonlar. Bo'ldi. Kim beradi 100 ming? Bo'ldi. Nima muxlislarimizga aytamiz, kartingizga tashab qo'yadi. Havas qilganlar like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Fikrlaring bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Nechpul bo'ldi shu bo'zayimiz aka? Enasi bor. Enasi bormi? Novvos nechpul bo'ldi aka? 25 million bo'ldi ekan novvosimiz. Nechpul bo'ldi qo'chqonlarimiz? 12 million 300 ming so'm bo'ldi ekan chupi. Nechpul bo'ldi aka sigirimiz? 11. Nechta tuqqan? 2 ta tuqqan ekan, 11,5 bo'ldi. Nechpul bo'ldi xonasi aka? 14 million bo'ldi ekan xonasimiz. Bu qo'zilar nechpuldan bo'ldi qo'zilar? 3 million 400 ming so'mdan bo'ldi. Gap bo'lsin. 20. Nechpul bo'ldi? Nechpuldan sotmadingiz? 31 million so'mga sotilmasdan 1 metr. Nechpul ekan qo'zilar? Aka nechpuldan bo'ldi? Buni bola 67 bo'ldi. 6 million 700 dan bo'ldi ekan ena bolalar. Bolalari qo'chqormi? Bolalari qo'chqor ekan. Nechpul bo'ldi aka? 21 million. 21 million. Necha oylik bo'g'oz? Xo'p, 6 oylik bo'g'oz ekan 21 million.
Necha pul bo'ldi bular? Sotilmadi. Necha pulga sotilmadi? 6,5. 6,5 million so'mga sotilmadi. Akalar, videolarimiz yoqgan ekan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mehnatlarimiz akalar, fikrlaring bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Biz sizlar uchun mehnat qilyapmiz, hamma yoqqa tayyormiz. Borlaringga shukr, sog' bo'linglar. Bizdan uzoqlashmanglar.